Demek dersimiz o'sha lissaji figuralar bo'yicha qismida tugab qolgan. O'shani davom qildiramiz. Demek bir lissaji figuralar, demek murakkab o'sha trayektoriyadan iborat bo'lgan tebranishlarni beradi. Bular o'zaro bir-biri bilan demek fazalar bo'yicha farq qilar ekan. Bir de animasiyani ko'rdik. Biz bu animasiya demek lissaji figuralarning animasiyasi deb ataladi. Mana shunday qilib lissaji figuralari o'sha murakkab o'sha tebranishga ega bo'lgan trayektoriya deb ataladi. Demek o'sha mavzumizda foydalangan adabiyotlar ro'yxati quyidagilardan iborat. Bu yerda o'sha pedagogik darslik vositalar bo'yicha adabiyotlarni olish uchun ushbu shtrix koddan foydalanib tursangiz, saytga bemalol kirib turib shundan olishingiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda pedagogik darslik vositalar bor. Shu vositalar orqali tebranishlarni, jarayonlarni o'zingiz bevosita simulyatsiyasini kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Demak, ders bo'yicha savollaringiz bo'lsa, marhamat saytga yoki o'sha Telegram kanaliga yozishingiz mumkin bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.